Joyimiz sotuvda, Uglovoyda mana ko'chani boshi. Tashlarni hokimiyatidan oldida, shunday Tashlar hokimiyatidan mana shunday yurishingizga o'ram Tashlar hokimiyatidan Kapitaliy mozor yurganingizda o'ng qo'lda parlament tuning yetmasdan o'ng qo'lda ko'cha bor. Bu tomon Cheramushga, Tashlar Cheramushga kirib ketadigan ko'chada mana shu yerda joyimiz sotuvda. Общий 308 sotik joyida ko'rsataverasiz. Mana bular уже zerikdi. 308 sotik Uglovoyda joyimiz. Narxini 36.500 ga qo'yapmiz. Yo'lni bo'yidan 50 metr katta yo'lni bo'yidan biznes uchun joy so'raganlarga baraka qilib yuborar ekanmiz. Xo'p, bu tomon asfalt bo'lgan, suv svetdan muammo yo'q. Mana bu tomon Tashlar hokimiyatining orqasining ko'chasi. Mana uyimizning holati. Uyni ko'rsataveramiz. Mana shu uyni narxini 36.500 ga qo'ydik. Islomda kirib ko'rishlaringiz mumkin o'zlaring. Uyni holati juda ham chiroyli. Kirishimizga chap qo'lda 2 ta 3 ta uyimiz bor. Buzvorlaydigan bu tomonda 4 xona uyimiz bor ekan. Uyni holati mana shu buzvorlaydigan, buzib turib yer hisobida olasiz. Yer hisobida katta yo'lni bo'yidan biznesga so'raganlarga oshxona, xohlagan biznesingizni qilsangiz bo'ladi. Sizlarga 36.500 past raqamlar, sizlarga baraka, tilmoqdan sog' bo'linglar.